Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bizni Mega Avto 7070 kanalimizni obunachilari, bizni YouTube platformamizda kuzatuvchilar, hammanglarga Andijondan kechki salom. Musofir yurtda yurgan hamyurtlarimizga alohida salom. Akalar, avtosalonimizda ancha-muncha yangiliklar olib kelib qo'yganmiz. Shuni kech bo'lsa ham e'tiboringizga havola qilishni ma'qul topdik. Akalar, mashinamiz hammasi наличиеda minishga tayyor, kamchiliklarni qilib tayyorlab qo'yganmiz. Mana Econex so'raganlarga mana Jetower, Haval, mana Cherry 7 Pro 2025 versiyasi, mana Toyota ishqibozlariga mana Toyota ko'ringlar. Bu mashinamiz ham 2023-yil mashinamiz sotuvda. Mana kimga qiziq bo'lsa, puli $14,500. Mana Malibu 2 Malibu 2 minaman deganlarga mana Malibu 2 turbinaligi. Onu primer ko'rinishda. Mana ko'ringlar. Mashinamiz hop, bu ham $19,000. Hop, Captiva 4 minaman deganlarga mana Captiva 4 qora bayillar, mana oqidan ham bor. Mana baqlajonidan ham bor. Mana 3 4 qilingani, 2 4 qilingani, 1 4 qilingani, to'rlari hammasidan bor assortimentlar. Malibu 1. Mana yangi Cobalt minaman deganlarga mana puli yo'lida elektromobilimiz bor. $6,500 berib olamiz 2021-yil. 250 kilometr zapas xod ko'rsatilgan. Mana kimga qiziq bo'lsa, mana bahaybat mahluqlarimizdan olib kelib qo'yganmiz mana Taho'lar. Ikkovi ham primer pozitsiyasi. Mana ko'rishinglar mumkin. Sotuvda Taho. Mana balonlari ham zo'r holatda. Mana kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Mashinalarimiz наличиеda. Ikkovi ham 90,000 dan oshiqroq yurgan mashinalar. 602 motor bo'ladi. Xullas, ikkovini ham $34,000 dan berib borsak bo'ladi Taholarimizni. Ko'ringlar. Toyota Corolla Malibu 2. Hurmatli obunachilarimiz, kimga mashinalarimiz yoqqan bo'lsa so'rasanglar, bularni polni syomka qilib, holatlarini aytib, yana videolarini tashlab beramiz. Bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yangilikni zo'rlari hali oldinda. Mega Avto 7070 xizmatinglarda. Ko'rganda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun. Pastki nomer qoldirib qo'yaman. Salomat bo'linglar. Hammamizga bundan ham yaxshilari nasib qilsin. Rahmat e'tibor uchun.